Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kanalimizni muntazam kuzatib kelayotgan biz Nazim Xursand. Hurmatli obunachilar, biz mana inshaalloh yangi magazinimizni уже bugundan ishini boshlaymiz. Magazinimiz yangi mana Anya Bo'ronova gullari, ya'ni Flowers deb nomlanadi. Hozir bu Andijondan kelish yo'li, ya'ni Andijon Xonobod yo'nalishida bu joy Saylgar deyiladi. Hozir mana bu tomonimiz mana Xonoboddan kelish, ya'ni Sultonobod Xonoboddan kelish. Hozir magazinimiz yoniga mana shunday chiroyli archalarimizdan ekkanmiz. Mana bu ko'rinishlari imenda o'tish uchun yo'lagan qilib qo'yganmiz. Anya Bo'ronova gullari deb magazinimiz yozilib turiladi va ko'rgan bo'lsanglar mana shu joyga mana yangi magazinlar tushyapti. Shularni qatorida menimcha bir 15-magazin bo'lsa kerak. Aniqini bilmadim. Mana shunaqa gullar tuvaylari bilan qilib qo'yganmiz. Chiroyli qilib. Hozir bu joyda mana lavr daraxtlarimiz, vechini zeleniy, mana lavrlarimiz shularni ham ekib qo'yganmiz chiroyli qilib. Hozir Bismillahirrohmanirrohim deb kiramiz tipli magazinimizga. Magazinimizda mana shu narsalar bor. Hozircha hamma narsadan oz-ozdan olib kelib qo'ydik. Narxlarimiz o'sha o'zgarmagan. Teplitsamizda nima bo'lsa hammasi mana shu joyda mavjud. Hurmatli obunachilar, hozir gullarimiz mana shunday ko'rinishda. Hurmatli obunachilar, bugungi sanamiz 2026-yilni 1-yanvari. Hozir hamma yo'llarimizdan qo'yganmiz. Inshaalloh bugun ishni boshladik. Ofitsialniy ochilish marosimini endi qilamiz. Hozir inshaalloh mana bu joylarga ham zakaz narsalar qilganmiz. Mana shu narsalarning kelishini ham kutyapmiz. Lekin baribir sabrimiz chidamasdan mana shunday qilib gullarni chiroyli qilib terib, tuvaylarga ekilgan holati, ekilmagan holati hamma narsalarimizdan olib keldik. Mana podstavkalar, mana shunday chiroyli narsalar, perlit, vermukulit, universalniy grunt, orxideya moxlari, tuvaylarimiz, universal gruntlarimiz. Mana shu joyga narsalarimiz kelishini kutyapmiz. Ularimiz ham kelsa inshaalloh hammasi juda ham go'zal bo'ladi degan umid bilan hurmatli obunachilar. Hozir mana shu dekabristlarimiz 65 ming shu turishi shunday bo'lyapti hurmatli obunachilar. Hozir sikaslarimiz va boshqa gullarimiz narxlar o'sha teplitsamizda nimalar bo'lsa hamma narsa mana shu joyda ham mavjud. Ya'ni Xonobod shahar, mana bizda Qirg'iziston qo'shni respublika Qirg'izistondan o'tadiganlar uchun yana ham yaqin bo'ladi. Qorasuvdan kelganda ham Keskanyor ochilsa inshaalloh o'tsanglar ham yaqin bo'ladi. Mana shu joyda mana gullarimiz bor hozircha. Hamma assortimentimizdan qo'yishga harakat qildik.